Yengil remontdan chiqqan tayyor to'rxonali uyimiz 5 etajli domimizni birinchi etajida joylashgan. O'zini ogorodi, podvallari bor, parkovkaga bemalol joylab qo'ysanglar bo'ladi. Yunusobod 19-kvartalda joylashgan. Orientirimiz esa Miranda restorani. Umumiy maydonimiz ham 92 kvadrat metr, yangi remontdan chiqqan, tayyor kirib yashaysizlar. Xo'sh, kirishimizdan prixoshkamiz, stroniy shkaflarimiz qilingan birinchi zal xonamiz boshlanadi. Kvartiramizda 3 xona udvoyniy deyiladi, lekin planirovkasi bo'yicha 4 xonali. Hamma joylarimizda akfaromlarimiz qilingan, bu yoqqa esa egalari loftdan foydalanishdi. Alohida oshxonaga chiqsanglar ham bo'ladi. Bu yerda esa detskiy xonamiz, hamma xonalarimiz keng. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 3 metr. Yonda esa spalniy xonamiz, roditelskiy spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri esa 3 metrga 4 metr. Bu yerda mana hojatxonamiz, egalari kladovkani olib, oshxonamizni ozgina kengaytirishgan. Bu yerda esa hammomimiz. Hammomimizning egalari dushovoy variant qilishdi, stiralkalarimizga joy tashab ketilingan. Bu yoqqa ham egalari loftdan foydalanishdi. Loftlarimiz ham juda ham chiroyli chiqqan, hamma joyimizga yorug'lik tushadi. Oshxonamizni balkonga olib chiqib, bu yoqqa bemalol mягкий mebel qo'yib, mazza qilib ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi. Podvalimizga uyimizning ichidan kiriladi. Podvalimizda shu balkonimizdan tegi полностью podval qilingan. Balkonimizning ham razmeri 2 ga 6 metr. Orqada fasadi bir 10 metr, uzunligi esa salkam 15 metrlik огородimiz bor. Tayyor remontli uy. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 1-3 ming deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.